Avval tilla tishli odamlar krutoy edi. Xuddi hozirgi iPhone'liklarday. Bir shuba yoki bir yangi rangli televizor borligini ko'rsatardi. To'ylarda tilla tish sovg'a qilardilar. Kuyovni maqtardilar. 4 tishi tilla ekan deb. Tilla tishli odamlar badavlat ko'rinardi. Tilla tishini ko'rsatib kulardilar, rasmga tushardilar. Ko'p kishi molini sotib, sog' tishini qirib, tilla tish qo'yardi. Ana bu prikolam, ana tishim bitta gap, zubda-yu. Shu tilla tish haqida bo'lgan. Tilla tish xuddi kapital, tayyor pul. Zalovga qo'yardilar, sotardilar, pul kerak bo'lsa. Hammasi zamondan qolib ketdi. Hozir sog'lom va estetika bo'yicha chiroyli tishlar bu keramika, dioksid sirkoniya, farfordan qilingan oppoq va tekis tishlardir. SSSRda bunaqa texnologiya, materiallar yo'q edi. Oddiy xalq koronka qo'ysa, arzon metallardan qo'yardi. Pulliklar bo'lsa albatta tillodan qo'yardi. Eng yaxshisi tillodan edi. Zanglamaydi, allergiya bermaydi, ovqat bilan reaksiyaga tushmaydi va ko'p xizmat qiladi. Keyin oliftalar molni sotib, tilla tish qo'yardi. Hatto sog' tishini qirib. Hozir ham tilla qo'yadilar. Lekin bular alohida madaniyat yoki pop guruhlardir. Eng qiziqarli faktlar. Ko'rishguncha.